Oshir. Ma. To'g'ri deb. Aziz, nima? Dadang. Voh, bobojonim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aziz bolajonim, yaxshimisan? Ha? Bu senga. Tushundingmi? Rahmat. Ana o'rtoqlaringmi? Mayli. Ma, ularga olib borgin, xo'pmi? Xo'p. Senga. Rahmat. Ketdik. Anu Komiljonning o'g'limi? Ha, Komilni bolasi? O'zini ko'rib turibsanmi? Yo'q, ancha bo'ldi ko'rmaganimga. Shundoq degan. Bo'lmasa bitta gap. Rahmatli otasi yaxshi bog'bon edi. Uni yaxshi toqachisi bor edi. Shuni Komiljondan so'rab olib chiqib bergin. Uni eski toqqachisini nima qilasiz-da? Uyda yangisini olib kelib qo'yganman-ku. Kerak bo'lsa ana bog'bon chaqirtirib beraman. Sen meni aytganimni qilgin, xo'pmi? Ha, xo'p. Domla-yu. Assalomu alaykum. Komiljon. Salomatmisiz qo'shni? Ha, rahmat. Nima xizmat aka? Siz? Assalomu alaykum Va doda. alaykum assalom. Anchadan beri niyat qilib yuruvdim. Ha. Mahallada ochgan kutubxonangizga yangi kitoblar oling. Ha, shunaqami?